Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Video chiqarmay qo'yganimizda ham ancha bo'ldi. Shunga sizlarga yangiliklar qilib qo'yganmiz. Bugun sizlarga Mi 17 Pro Max olib qo'yganmiz. Trendda bo'lgan. Ancha joydan topish qiyin bo'lgan modellarni olib qo'yganmiz. Hozir sizlar bilan buni polni ochib, raspakovka qilib ishlashlarini ko'ramiz. Dizaynlariga e'tibor berasizlar. Bu 1 terabaytlik versiyasi hisoblanadi. Sizlarga polni ichini ochib ko'rsatib beraman. Har doimgidek kabel chiqadi va 100 wattlik super charger zaryadchika. Ichidan shu har doimgidek chexol chiqadi. O'zini steklarni chexoli va bo'ldi. Va telefonimiz o'zi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol 17 Pro Max. Zo'r, qo'lga ushlashlari zo'r. Ulardan biri orqa displeyi, korpuslari ham ancha zo'r, metallika qilib ishlangan. Dizaynni ko'rsanglar bo'ladi. Ana bemalol iPhone ga o'xshab ishlangan bo'ladi. Kameralari ham mana ko'rsanglar bo'ladi, ancha yaxshi. Orqa displeyni ishlatish uchun 2 marta uchlar kerak bo'ladi. Bemalol mana orqasini ko'rsanglar ham bo'ladi. Portrait rejim. Eng qulay tomonlardan biri shu orqa displey hisoblanadi. Xotirasi 1 terabayt hisoblanadi. Shunaqa noodatiy bo'lgan telefonlarga bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilib topib beramiz. Narxlari endi har xil bo'lib o'zgarib turgan hisobiga sizlarga bitta narx ayta olmaymiz. 91 290 67 77 telefon nomeri telefon qilsanglar, realni hozirgi payt narxini bilib olasizlar. Narxini aytib qo'yadigan bo'lsam, masalan, keyin bu narx oshishi mumkin yoki ko'tarilishi mumkin. Bu videomiz yillar davomida turadi. Shuni hisobiga eng yaxshi yo'li telefon qilib shunaqa modellarimiz narxi hozirgi paytda real narxi qanaqa bo'lyapti desanglar, biz sizlarga to'g'riroq ma'lumot beramiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali ko'p narsalar chiqaramiz. Belgi texnikalardan, video texnikalardan, telefonlardan, aksessuarlardan ko'p narsalar chiqaramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat.